Assalomu alaykum. Men Abdujoyev Muzaffar, Alpha United Logistic kompaniyasi asoschisi va rahbariman. Yoshim 27 da. Hozirda bizning manzil Andijon shahar Oltinko'ldagi Digital Hub binosida joylashgan. Hozir sizlarni bizning ish joyimiz bilan tanishtirib chiqaman. Marhamat. Biz Alpha United Logistic kompaniyamiz asosan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi logistika firmalariga o'z xizmatini ko'rsatib boradi. Buyuk mashinalarga xizmat ko'rsatish, uning ichiga dispetcherlik, safety, HR, accounting va maintenance xizmatlari bor. Bu Alpha United MCJ kompaniyasining yaratishi birinchi g'oyasi 2019-yil o'qish vaqtimda Amerika Qo'shma Shtatlariga J1 viza bilan borib, bu yerda logistika sohasida ishlaganim va o'sha paytda birinchi ideyam bo'lgan Andijonda O'zbekistonimizda shu xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yish. O'zbekistonga qaytib kelgan vaqtim logistika kompaniyalarida ishlab, o'z malakimni oshirib, 2023-yil Andijonga qaytganda bu g'oyaga asos solingan. Eng asosiy muammoimiz birinchi o'rinda xodimlarni yig'ish bo'ldi. Bizni asosiy ishimiz ingliz tilini biladigan yoshlarni yig'ish, ularni ish bilan ishga o'rgatish bo'ldi. Uni yechimi sifatida biz o'zimizni My Result logistika o'quv markazimizga asos soldik. Bu ham hozir ishlayapti. Ismim Zubayr, yoshim 20 da. Men Alpha United logistika kurslarini 2 oy davomida o'qib, bitirib, hozirda updaterlik lavozimida ishlab kelmoqdaman. Sohaga kirib kelishimdan oldin o'zim sportchi bo'lganman. Ayrim sabablarga ko'ra shu sohaga kirib kelishga to'g'ri kelgan, ya'ni til bilish qobiliyatim borligi tufayli logistika kursini tanlaganman va o'qib, hozirda ishga qabul qilindim. Logistika sohasiga yangi kirib kelayotganlarga maslahatim, kamida intermediate darajada ingliz tili bilimingiz bo'lishi kerak. Hayajonni yenga olashingiz kerak. Hayajon bilan bu sohaga kirib kelish qiyin, chunki hayajonsiz odam tezroq moslashib ketadi, har qanday soha bo'lsa ham. Kompaniyamiz asosan eksportda katta yutuqlarga erishdik. 2023-yil 3 ta xodim bilan boshlagan bo'lsak, yil oxiriga 20-25 ming AQSh dollar eksport qildik. 24-yil 520 ming dollar eksport, ya'ni bu yaxshi o'sish bo'ldi. 2023-yil 2 ta Amerikadagi logistika kompaniya bilan shartnomada ishlayotgan bo'lsak, hozirgi kunda 5 ta logistika kompaniya bilan shartnoma asosida ish olib boryapmiz. Hozirda bizda 53 nafar xodimimiz ish olib boryapti. Oliy eksportimiz 80 ming AQSh dollar. Qo'shimcha loyihalarimiz hozirda yana ham 2 ta Amerikadagi yana logistika kompaniya. Endi biz asosiy yo'nalishimiz dispetcherlik, logistika xizmat bo'lgani uchun qo'shimcha logistikalar qilish va Andijonda boshqa joylarda ham filiallar qilish rejalashtirilgan. Men o'zi 2019-yil Amerikadaligimda shu g'oya bo'lgan, mana shu logistikani Andijonda ham, o'zimizda ham rivojlantirish, uni yurgizish bo'lgan. Hozir xursandmiz, misol uchun xodimlarimiz zamonaviy ish bilan logistika bilan shug'ullanishayotganiga. Zero Risk loyihasida birinchilardan bo'lib hujjatlarimiz apply qilib, uni oldik. Shuni hisobida IT Park bizga jihozlar, kompyuterlar qilib berdi. Soliq nuqtai nazaridan ham, misol uchun faqat 7,5% solig'imiz bor, qolgan hamma soliqlardan ozodmiz. Shuning hisobiga ham yildan yilga oshib borish ko'rsatkichimiz yaxshi ketyapti deb o'ylayman. Ofis ochishayotganda birinchi biz o'zimiz rayonimizdan joy olgandik. U joy bo'lmadi, sababi internet ko'p o'chdi, svet ko'p o'chdi. Keyin Andijon shahariga kelib IT Park
ga murojaat qilib, ulardan joy oldik. Keyin ishlarimiz sal stabilniy joyga tushib qoldi. Ungacha biz endi Amerika bilan ishlaganimizga internet bilan svet umuman o'tish kerak emas. Juda ko'p o'shdi. Uje ana shu paytda aytaylik bir 20 ta yuk mashinamiz bo'lgan bo'lsa, o'zimiz joy topib ochgan vaqtimiz 5 taga tushib qoldi. Chunki biz ularga yaxshi xizmat ko'rsata olmadik. Yuk olayotgan paytda internet uzildi, svet uzildi. Diqqatimiz oshdi. Keyin o'yladik, IT parkda shunaqa loyihalar bor, borib gaplashinglar deganda borgandik. Haqiqatan ham bizga Andijon shahrida logistikamiz uchun ofis qilinib berdi. Oshnalarimiz, nimalarimiz aytdi, prezidentlikka topshirsanglar, eng birinchi yutadigan narsalar ishchilarga berilayotgan soliqdan 7% ga tushishi va boshqa soliqlardan ozod bo'lish. Juda ham yaxshi deb bilaman. Rezidentlikda, rezident emas kompaniyalarda ham har doim o'zim ham aytib kelaman, rezidentlikda o'tinglar deb. Zero risk loyihasi zo'r loyiha bo'ldi. Bizga 30 dan ortiq kompyuter, mebel, stol, stul va 1 yilga foydalanish uchun joy yaratib berildi. Va bu bizni o'sishimizga juda ham katta yordam bor. Eng qizig'i 1 yil ichida biz olgan kompyuterlarimiz, stullarimizga pul berimizda, qachon biznesimiz 1 yil ichida oshgandan keyin biz 3 oyda uni pulini bo'lib anaqa qilib beramiz, o'tkazib beramiz. Doimo ular bilan aloqadamiz, bizdan xabar olishadi, nima kamchiliklar bor. Lekin o'zi katta kamchiliklarimizni hal qilib bergani o'zi bizga katta yordam bu. Mana shu joy qilib berishi, kompyuter qilib berishlari bo'ldi. Bu yog'iga yana qo'shimcha loyihalarimizni IT Parkda Andijondagi filiali bilan gaplashib harakatdamiz. Nima bo'lsa shular bilan birga ishlashga. 2023-yil ofisni ochganimizda 3 ta xodimimiz bor edi. 3 ta o'zimni do'stlarim. Hozirgi kunda 2025-yil mana hozirgi holatda 53 nafar xodimimiz bor va 2 yil bo'lmadi biz hali ochilganimizga, chunki Zero Riskga IT Parkga rezidentlikka topshirganimiz 2023-yil sentyabr oyida edi. Bizni asosan ITda yaxshiroq biladigan bolalar, ingliz tili darajasi B2, B1 dan yuqorilari va energiyasi bor bolalar, ishtiyoqi bor bolalar, qiziqishi bor bolalar bo'lsa, bizga ham oson bo'ladi ishga o'rgatish, ishda ular bilan birga ishlash. 2025-yil xudo xolasa Andijonda hozirgi binomiz o'zida 200 tadan ko'p yuk mashinasiga xizmat ko'rsatish va Andijonda boshqa nimalarida ham ofislarimizni ochish, keyinchalik boshqa viloyatlarga chiqish, Farg'ona, Namangan va boshqa viloyatlarga ham o'zimizni iqtidorli yoshlarni qidirib, ular bilan ham bizda bor sistema bor, qanaqa ishlash bor. Amerikadan misol uchun nimalarimiz bor, hamkorlarimiz bor. Ular bilan birgalikda ofislarimiz sonini hozirda 2 ta bo'ladigan bo'lsa, 5-6 taga yetkazish. 3-4 ta sohani o'rtacha bilganda men o'ylayman, bitta sohani yaxshi mahkam ushlab turib, shunda yuqori top uringa chiqish. O'zbekistonda hozir ko'p logistika markazlari bor. Aytaylik 700 ta, 800 tadan ko'p yuk mashinalariga xizmat ko'rsatadi. Bizniki endi 100 tadan o'tdi. Misol uchun, birinchi o'rinda shuni bir 600-700 taga olib chiqaylik, qani keyin o'ylaymiz, nasib bo'lsa, u yog'iga ham yana qo'shimcha rejalarni amalga oshirishda.